Xurshid Do'stmuhammadning Mirkomilboyning qazo bo'lgan namozi asaridan parcha. Izvosh guzardan o'tib, katta ko'chaga burildi hamki, Yoqubxo'jadan sado chiqmadi. Boy 2-3 dafa hamrohining avzoyiga zimdan ko'z yugurtirdi. Yoqubxo'janing qaddi unikidan yarim qarichdik. Shu bois u o'tirgan holda ham xiyla salobatli ko'rinadi. Odamlar Yoqubboyning shaxsiy qo'riqchisi deb gap tarqatishdi. Mirkomil uning izmidan chiqmaydi deganlar ham bo'ldi. To'g'ri, Yoqubxo'ja ko'z ochib topgan maslahat go'yi bo'lmasa-da, uncha bunchani xushlayvermaydigan Mirkomilning ishqi shu odamga tushgan. Binobarin yonida doim uni olib yurishga odatlangan edi. Haqiqatdan uning Yoqubxo'jadan yashirgan netgan siri bo'lmagan. Surishtirib kelganda Mirkomil kimdan, nimani sir tutgan o'zi? Ku yoxud makkor bo'lganida rahmatli otasining Makka va Madinada taka qurdirish niyatida 30 ming tillo vasiyat qilib qoldirganini uyez hokimiga aytarmidi? Soyasidan cho'chsa, hatto o'z pushti kamaridan bo'lgan o'g'il qizlaridan xatik xavotirda yashasa, 7 yot begona buning ustiga G'ayriddin Iskandarni g'umashda qilib olarmidi? Ikki ko'zining bir yang'iligi yonidan uzoqlashmaydigan Yoqubxo'jadan ham gumondor yursa, uni do'stmi, dushmanmi deya bosh qotirsa, odamning har narsa bo'lgani yaxshi emasmi? Yo'q, Mirkomilning bunday mujmalikka toqati yo'q. U jini suyganga ham, suymaganga ham dildagini yamlamay aytgan. Izvosh ko'tarmadagi zavod ko'chasi muyilishiga yetdi. Boy ana yorilar, mana yorilar degan o'yda hamrohining quyuq soqoliga qarab qoldi. Shunda "To'xtat izvoshni!" deya hayqirdi boy. Bir maromda yo'rg'alab borayotgan qo'sh ot suylug'i tuyqus siltab yortilayotganda pishqirib, tumshug'ini to'shiga bosguday boshini qiyshaytirib to'xtadi. Izvoshchi "Nima gap?" deya ortiga o'girilib ulgurmay boy tosh yo'lga sakrab tushdi. Izvoshchi ham, Yoqubxo'ja ham boyning muddaosini tushunmay uning izidan qarab qolishdi. Mirkomil katta qadamlab qop orqalagan kishining tepasiga bostirib bordi. Og'ir yuk ostida ikki bukchaygan kishi boyni ko'rdi-yu, ko'sak to'la qopni to'p etib yerga tashlaganicha tili kalimaga kelmay qo'rqqanidan salom berishni ham unutdi. "Qayoqqa olib ketyapsan, ko'rnamak?" O'takasi yorilgan kishi duduqlandi. Boy uning javobiga muhtoj emas edi. Kuppa-kunduzi or qilmadingmi? Changa belegan, yag'ri chiqqan oq yekaning yengini bilagiga qadar shimargan ichi quloqqa chekasiga bexos tushgan tarsaki zarbidan chayqalib borib devorga sayqalib qoldi.